Növətdə bizga Muhammed Yusuf efendim biz ne deydik, ne kelib qoldik, nima qilishimiz kerak degan temada leksiya so'zlab berdi. Muhammed Yusuf hojim sahnaga marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli jamoat. Axirgi vaqt ketdi, 38 daqiqa o'tganini tartib hisoblayman-da. Endi aytadigan kelimening kuchi, dollarning kuchi dedik, endi men dinning kuchi aytmoqchiman. Aynan gap qoldi-da. Endi kishilarning og'zida bu din bizni aqida qoldirgan, din bizni qutqizolmaydi deyotgan bunday bir gaplar borda. Bu hozirgi musulmonlarning ahvoliga qarasa, hozirgi islom davlatlarining xunuqligiga qarasa, bu rost shundaqdek ko'rinadi. Shundaqdek ko'rinadi. Shu ayda tasavvur qildim ular. Ammo biz tarixlarni varaqlasak, haqiqatni o'ziga qarayotgan bo'lsak, ish boshqacha endi. Mesela biz şu Yusuf Has Hacip düşüngen dinni, Yusuf Has Hacip'ninki İslami tasavvurunu aklımızda taşlap kap ketken zamandan beri biz ezip ketken hem de. Eğer bu din hem de Marksizmcilarınki hiyali cennetiga o'xshash, aynı emelge aşmagan ama emelge aşı da o dep arzu kılıp kilovatkan binası boğan bolsam da onu şunda desek bulattı. Lekin bu Muhammed Aleyhisselam tarihida bunu tecrübe kılıp 6. əsrdəki ərəblərini millət qatarında görməkdən insanlarca o çağda iqtisadi cəhətdə, siyasi cəhətdə, həm də cəhətdə, ictimai cəhətdə, həm də cəhətdə şunda bir qalaq bir millətini vəhiyinin tərbiyəsi ilə çıxıb 10 əsr dünyaya hakim qıldı da. Hazır İspaniyada, Endolus'ta 781 yıl İslam hakimiyyəti oldu. Şu çağda Avrupa'daki alimler, Avrupa'dakiler aşağıdan ügendi, terakkiyatını aşağıdan aldı. Ama Müslümanlar üzünün arasındaki bilim ilgilerini öldürüp, Uluğbek'ini öldüretken başlaş, Abdülkadir Demirel'ini katil kılgan başlaş, aynı kılgan deyken, şu an biz üzümüzün tuttuğu, üzümüz palsağlıdır hem de. Endi bu gapning ki 5 desek endi bu din asli yaxşılık qilishni targ'ib qiladigan va butun hammaga yaxshilikni tilaydigan bir din. Bu deganlik endi Qur'on Karimda "Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin" deydi Alloh taolo Muhammad alayhisolamga deydi. "Ey Muhammad, ey payg'ambar, biz seni olamlarga rahmat qilib avatdik" deydi. Bu olam degan gap insonlar olimi, hayvonotlar olimi, uçan kuşlar alemi, kurt qo'ng'izlar alemi, tabiat alemi, bütün alemlerge rahmet kılıp evettik deydi. Yani bir Müslüman Kur'an, hadisinin yolda mene toğra dürüst bolsa, üzünün işimi yaxşı oldu, başkalarına zulüm kılmaydı, tabiatlarını asraydı, muhitini asraydı, hatta hayvanlarına rahim şefkat kıldı. Şuna rahim şefkat, asayiş, umum buldu yani. Rahmetten alemlerge rahmet kılıp evettik deyince, asayiş kılıp evettik, hem de asayiş kılıp evettik deydi. Şunun bir vakitte sana yamanlık kılgan, senin zeminine köz tikken, sana yamanlık kılmakçı bolğanlığı qattiq dursan deb ve ketebna aleyhim fiha ennen nefse bil nefsi vel ayni bil ayni vel enfi bil enfi vel sinne bil sinni vel cüraha kısas deydi. Şundan bir perz kıldık ki ulağa canlı can, közgü köz, kulaklı kulak, tilgi til, qanday yani yaralandırırsa, aşın o'xshash yaralandırdıktan aşın perz kıldık da deyin, buzak olmağın deydi, buzak olmağın deydi. Endi bu yerda bu din zalimlarni jazolaydigan, ojizlarni himoya qiladigan bunday bir din. Alloh taolo kuch-quvvat bilan g'alabani iymonga to'plab, g'alaba Allohga, Allohning payg'ambariga ve müminlerge mensuptur degan. Bizning dinimiz musulmonlarni kuchli bo'lishga, bir qo'lda Qur'on, bir qo'lda Qur'on tutib, kurash qilishga buyurdi. Bu ibadet qilib, o'tirib, nusrat tutgan din emas. Agar shunday bo'lgan bo'lsa, Muhammed Aleyhisselam Alloh taolaning eng suyimli payg'ambari. En suyumlu peygamberin beşiğe şundaca kapılıklı temin oldu. En suyumlu peygamber oturdu dua kılıpla taşını, tağını altına aylandırması bıraktı. Lekin Muhammed Aleyhisselam sebep kıldı. Nişka? Sebep kıldı dedi. Allah Teala sebep kılışkı buyurdu. Yani bu din işleş, terakki kılış dini. Yani Allah Teala'nın iki kanunu varken, biri tabiat kanunu, biri şeriat kanunu. Tabiat kanunu diyenimiz sebepler kanunu. Bunu Kur'an-ı Kerim'de ve elleyse lil insani illa ma sa'adeydi.
insan özünün tirişkan narsa yetidi. Diğer ki insan mümin insan olsun, mümin emas olsun, Müslüman olsun, Müslüman olmasın, ne olsun bir insan tirişkan narsa ki erişip deydi. Biz de bunu işleyen kişiler deyimiz Uygurca düşünemem. Muşu kanuniyetki emel kılganlar muşu dünyada kazanıdı. Meyli o kim olsun olarak gelsin, İngiliz olsun, Xitay olsun, Rus olsun, Arap olsun, Uygur olsun, şu kanuniyetki emel kılganlar kazandı. Bu kanuniyetki emel kılganlar niçin çıkmayın? Herhalde dua kılıp olsun bu kazanmaydı hayatta, kazanamaydı. Bu kanuniyet şu anda. Sebepler kanuniyeti. Elde ikinci şeriat kanuniyeti. Şeriat kanunu bu dünyada Allah'tan kıl diyen iktidarını emirge bağlanıqan. Bu kıl deganligi cezasını ya mükafatını ahiret kürdü. Yaxşı iş kılganlık cennet kürdü, yaman iş kılganlık uzak kürdü. Bu şeriat kanunu. Ama bu yerde biz tabiat kanunu gibi kılatımız ende. Yani Peygamber Aleyhisselam bu işki kanuniyet boyunca iş kıldı da biri şeriat kanununda bu bilen Allah'ın emrine itaat kıldı, ibadet kıldı, hayatını ibadetle ötküzdü. Yani biri Allah Teala yaratkan tabiat kanununa emel kıldı, sebep kıldı, işledi, tirişti, tersi kıldı. Ama Peygamber Aleyhisselam dinkin halbiler ve onun izni baskallarını toxtumay ilgililer ve küçülmüş neticesinde Afrika, Asya, Avrupa'da ibadet 3 yerden 10 əsr hükümranlık kıldı. 10 əsr Müslümanlarlıkta hükümranlık oldu. Endi biz barlıq ilimlerine muhtaç. Biz Müslümanlar barlıq ilimlerine muhtaç. İslam'ın altın devirlerde ilimler, dini ilim, fenni ilim, ya ki ahiretlik ilim, ya ki dünyalık ilimler fakat ayrılgan yapmaz. Fakat ayrılgan bular. Çünkü kandan bir ilim olsun, sana milletinge, sana menfaat, insanlık menfaat oldu mu? Bu dini ilim, ahiretlik ilim, Allah yaxşı tutkan ilim. Kaysi bir ilim olsun, sana ve milletinge ve başka ziyanlık olsun, mesela neşi yasaş, oxşaş mesela, narkotik yasaşqa oxşaş mesela, onda ilim olsa mesela burada ilimler, insaniyeti ziyanlık boğalık için hiç kadar ilim emas. Bu insaniyet red kılgan ilim. Yani bir yerde mesela ya şu ülvaların, burunlu alimlerin her biri dinde alim olganın sırtıda. Mesela şu İmam Razi, Farabi, İbn Sina, İbn Rüşd, İbn Heysem, Harizmi diyorlar. Hepsi dinde alim buluşulan bir vakitte medisinada, matematika, kimya, astronomiya, fizika, biyolojiya katarlı ilim sahalarında en avval fikir yürgüzüp bu fenlerden nezeriye asaslarını turguzgan iken, aşırı turguzup koygan iken. Yani en kadimi üniversitelerimi Müslümanlar şu kuşluk boğa vaktida dünyada en kadimi üniversite Müslümanlar kurgan iken. Qaravin Üniversitesi 857 yılı Fatimi El-Fehir degan bir ayol tarafidan qurilgan dunyodagi Guinness rekordi tarafidan e'tirof qilingan eng qadimiy universitet hazm bordi, davom qildilar. Undan başqa birinci Müslümanlar birinci doktorxonasi 805 yılı Xalifa Harun Reşid tarafidan bina qilingan 805 yılı. Bimalarning kesel tarixini hatırlaş tuncu doktorxona yanışlar bo'lgan. Doktorxonada balnes, doğruxona, aşxona, dersxona, mescid, hatta Hristiyan bimalarninki ibadet qilish uchun cherkovlarni bekitib kirgan. Shuncha angliqda o'chaqlik musulmonlarga. Bimalar balnesliga ilingan ve qarashga sestralar urulashtirgan. Doktorxonada davalash işlerden başka ta'lim terbiye işlerini elib berilgan, tozalik, dezinfeksiya degan en yuqori darajada davom qilgan edi. Endi kimyada dunyoning ustozi deb nomi bor olim Jabir ibn Hayyan kimyadan başka felsefe, astronomiya, tibobat qatorliq nurg'un sohalarning tunji nazariy asoslarini qurgan adam. Onun Ebu Bekir Razi felsefe, mantiq, kimya, astronomiya, Arap edebiyatı, matematik qatorliq sohalarda nurg'un kitoblarni yozgan. Onun meşhur kitaplarından biri Tarih-i Tıp, Tibabat Tarihi degan kitabı. Onun da İbn Sina, dünyada medisina sahasida tunji qatim kitap yazgan Müslüman alim. Onun El-Qanun Fittib namlı eseri Avrupa'da 19. əsrinin ahirine kadar medisina sahasida asaslı qo'llanib kelingandir. Onun da Farabi, felsefe, edebiyat, matematika, mantiq, müzika, medisina, metafizika qatorliq sohalarda tanilgan Müslüman Uyg'ur alimi. Onun Faziletlik Şehir Ehlinin Qarashlari degan kitobi muhim siyosiy, felsefi ve eser hisoblangan. Aristotel'dan keyingi ikkinchi muallim deb tanilgan. Ikkinchi dunyoning ikkinchi muallimi.
Mehmet Kaşgari, Uygurlardan çıkan büyük alim, meşhur ensiklopedik edip dünya til seliştirme tilşünaslığının asasçısı Mehmet Kaşgari. O bir qancha yillik ömrünü Türkiye xalqlarının tilini tadqiq qilishga atab, axir dunyoga danliq mashhur asar Divan Lug'ati Türk'ni yozib chiqqan. Birleşken Devletler Teşkilatı 2008 yılını Dünya Mehmet Kaşgari yılı deb bekitgan. Yusuf Hasacip, Qarxanilar davridagi Uyg'ur madaniyatining mashhur namoyandasi, büyük mutafakkir alim, filosof, talantli adib ve şair. Büyük alim Yusuf Hasacip dunyoga danliq mashhur asari Qutatqi bilikni miladiya 1096 yılı Qashqarda tamamlab, Qarxanilarning xoni Hasan Bug'raxonga taqdim qilgan. Endi Hasan Bug'raxon Qarxanilar tarixida 40 yildan ortiq hukmronlik qilgan. Olimlar deydi, Hasan Bug'raxonning o'shada davlatni muqimlashtirib, taraqqiy qildirib 40 yil hokimiyat ustida o'tirishi Yusuf Hasacipning shu Qutatqi bilikdan olgan ta'siroti, Qutatqi bilikning ruhi bilan birlikda shu Qutatqi bilik shu chaqda bizning ajdodlarimizni shu taxtda shunda o'ltirg'izganda, keyin Saydiya xalqininki zamoni kelgan 16-asrga kelganda butun musulmonlar ezib ketgan vaqtda bizni shunga o'xshash ezib ketib, mazog'i ibodat qilish, masjidni tark etish, Allohga ibodat qilish, avliyoga ibodat qilish, dunyoga ishlang desa, taraqqiychilik desa, biz oxiratlikni deymiz, bu dunyoni demaymiz, tarki dunyolik, sufizmlik, mushunday nimalar orqali biz Yusuf Hasacipning mushu qimmatli asarini oxirida tashlatdik. 82-yili, 80-yilning 5-tartib Turkiyaning buni faksimil nusxasi kirgandan keyin Yusuf Qutatqi bilikning hozirgacha 2014-yilda yozilgan bir maqolani o'qigandim men shu vatandagi olimlarning. Shu deydi, shu chaqgacha 82-yildan 2014-yilgacha mushu Qutatqi bilik deb hammadan biz faxrlanamiz, Qutatqi bilik asrimiz va boyligimiz va deymiz. Ammo o'qib chiqqan Uyg'urlarning statistika qilganda 0.1 ekan. O'qimaymiz, kitob o'qimay faxrlanamiz. Agar o'qisak Yusuf Hasacip bu İslam Kur'an hadisini shuncha mujassamlaganki 18 ay o'ltirib yozgan shu o'zining shu nimasiga Qutatqi bilik asrda İslamni shunda tasvirlab berganki, oila axloqidan davlat nizomi qadar davlatning boshqalar bilan munosabati hammani shunday mukammal shunday ko'rsatganimdi. Lekin biz uni og'zimizga tashlab ketganimdi. Endi hozir kelib shunga nima ishimiz keyinda qoldi vaqtda o'zimizdan so'rab boqmaymiz. O'zimizdan so'rab boqmaymiz. U musulmonchilik shu, burungi musulmonchilik Qur'on shu, Muhammad alayhisolamning taraqqiy qilgan Qur'on shu, 10 yil 10 asr dunyoga hokim qilgan Qur'on shu. Andalusda 781 yil musulmonlarni hokim qilgan Qur'on shu. Lekin biz u emas, biz u musulmonlar emas. Masala ishlarga chiqdi. Musulmonlar 16-asrda endi nima kelib qoldik deyotgan, 16-asrdan keyin tarki dunyolik taraqqiyotga birlashib ketib, ilmni diniy ilm, fanniy ilm yoki oxirat ilm, dunyolik ilm deb ayirib olgan. Fan texnika o'rganishni butunlay qo'ldan berib qo'ygandan keyin ahvolimiz oyatda talab qilganda qo'rqitishdan o'tib qoldi. Chunki bizga Alloh taolo Qur'on Karimda va a'iddu lahum mastata'tum min quwwah deb buyurganda, dushmanga qarashda sizlarga bir xavf elib keladigan kuchlarga qarata sizlar kuchingizning yetishicha kuch tayyorlang. Bu yerda kuch endi iqtisod kuchi, odam kuchi, askar kuchi, ilm kuchi, texnika kuchi, tashviqot kuchi, bütün kuch hisoblangan narsaning hammasi talab qilgan Alloh taolo bizdancha. Shu kuchni qo'ldan berib qo'yganimiz bizning eng ojiz nuqtamiz shu bo'lgan. Kuchni qo'ldan berib qo'yganligimiz uchun ishimiz amalga oshmagan. Shu kuch bo'lsa hamma narsa bo'ladi. Shu kuchdan ayrilib qolgan, shu bizning kuchli degan, ammo biz kuchdan ayrilib qolgan jaholat turlari astronomiyada natija qozongan o'zbek olimi Mirzo Ulug'bekni murtad bo'ldi deb tuhmat qilib uni o'z o'g'lining puli bilan o'ltirgizgan, hayotini, xalqimizni jaholatdan qutultirish yo'liga bag'ishlagan büyük olim Abduqodir Damo'dan boshlagan oqartish harakatini jadidizm deb tuhmat qilib Abduqodir Damo'ni o'z sotqinning qo'li bilan o'ltirgan. Endi biz Uyg'urlarning orqaga qilishimiz bütün islom dunyosining orqaga qilishimiz zich munosabatli bu. Endi islom dunyosida umumlashgan islom aqidalarini yotlishish, İslamның maqsad, g'oyalari va tasavvurlaridan yiroqlashish, xurofotlarni din deb qabul qilish,
pen texnika, mal dünyani yomon ko'rish ve yomon ko'rsatish kishilarga qatorliq salbiy xohishlar bizni biz Uyg'urlarni mushundoq asrlik mushu holatga keltirib qo'ygan. Ya'ni mal dunyo yomon ko'rgan narsa emas. Mal dunyo payg'ambar sollallohu alayhi vasallam degan mal dunyo shunday yaxshi narsaga, yaxshi kishining quli bo'lsa shunday yaxshi. Ama yomon kishining quliga chiqib kelsa dunyoni buzlatadanda, yaxshi kishining quli shunday yaxshi, mal dunyo yaxshi, fan texnika yaxshi. Endi nima qilish kerak? Endi nima qilish kerakda? Oldi bilan aqidamizni, axloqimizni, islomiy tasavvurimizni isloh qilish. Ko'p o'qish, ko'p kitob o'qib o'zimizni yetishtirish. Ikkinchi, har qaysi ilm sohalarida, iqtisodda, tashviqotda, davrimiz taqozo qilayotgan har sohada kuchlanishimiz kerak. Kuchlanish shart endi. Chunki beshimizga kelgan kulfatlarning hammasi ojizligimizdan kelgan. Hozirgi paytda musulmonlarning, xususan biz Uyg'urlarning fan texnik egilishimiz tafsir, hadis, fiqh o'qigan o'xshash zarur. Ashunda zarur, bir qatorda zarur. Shunga farzandlarimizga ham dindan, ham fanda o'qish kerak. Ham dindan, ham fanda o'qish kerak. Onun uchun bolalar diplom beradigan rasmiy maktablarda o'qishi kerak. Bunun pushqoqlarda emas, rasmiy maktabda o'qitish kerak bolalarni. İlim bir Kur'an, diplomu bir növbeti bir Kur'an. Hazır dünyanın hamma yerinde şu iki Kur'an bilen dinimizge, vatanimizge, halkımızga hizmet kılgan buldu. Çünkü ilim olmasa zadı bulmaydı. İlim bulup diplom olmasa yanı işin akmaydı. Allah Teala'nın iki kitabı var. Onun biri Kur'an-ı Kerim, yani biri tabiat. Endi Kur'an-ı Kerim'de okuş arkalı biz akidimizni, ahlakımızı, yolumuzni durustlaymiz. Tabiatni o'qish orqali, tabiatni o'qish orqali bu dunyoda hech qanday narsa bakoga yaratilmaganligini, har narsa noat, mukammal, go'zal san'atning borligini bilib, Allohga bo'lgan iymonini tushunib bildi. Shunga mushu har qaysi, masalan, fizika bo'lsin, matematika bo'lsin, biologiya bo'lsin, astronomiya bo'lsin, qanday bir ilmda shu ilmning vositasi bilan Allohni tunib iymon etgan odamning iymoni, odat madrasada o'qib iymon etgan odamning iymoni nechasi kuchli bo'ldi. Nimishqa biz mana nazariya okuyoruz, ama ameliyatını körüp, Allah'ın kudretini körüp anlayacaklar. Mesela bir tane kar parçasını köyden adetteki adam neydi? Bu muzluğun sudaydı. Ama bir alim, tabiiyen alime, bu karda güzel sanat var. Acayip güzel sanat. Mikroskopla şunda karayıtkan olsa, kardaki güzel sanat, birisi okşamakta, şunda güzel sanat. Özlüğünü bulamayın, Allah yaratkan. Hem de mesela bir tane suni, adetteki adam, Hadatki alim nima bor deb aldiga kelib bitta suv bo'laydi. Ammo bir olimning qishda tabiiy olimning qishda ekansa bu hidrogen bilan oksigendan tarkib topgan bir aralashma suv bo'laydi. Masalan, shunchalik endi farq bor. Allohni tunishdimi, ilmdan shunchalik yordam qildi. Shu ilmdan yurish qilish, kuchlanish bizni qutqizdi. Alloh taolo hammalarni yaxshi ishlarga muvaffaq qilsin.